O'rta Osiyo sharoitida Krona Kogel safmos pritseplarning o'rni yuqori o'rinda bo'ladi. Sababi mana shu. Utka, ya'ni 30 tonna atrofida yuk bilan ham bemalol harakatlarni oladi va sinib ketish darajasi boshqa pritseplarga, boshqa mostlarda ishlab chiqarilgan pritseplarga qaraganda kam hisoblanadi. Pritsep tent holatlari yaxshi holatda turibdi. Trosi bor. Pritsep Yevropaga qatnab turgan. Balon holatlari 50-60% tashkil qiladi. Paletnitsasi bor. Rama holatlari birorta ham zanglagan, svarka bo'lgan, dast ketgan, singan joyi yo'q. Ishlab turgan pritsep. Reysdan keldi, mo'yka qilib sirazi video qilyapman. Pritsep 2016-yilda ishlab chiqarilgan Safmost Kogel. Holati ishga tayyor, zo'r holatda turibdi. Paletnitsalarni o'zimiz qo'l mehnati bilan qilganmiz. Bunga atdalni bitta baho berib qo'yasizlar. Shu pritsep sotuvda narxi $25,000. Savdo sunnatiga muvofiq oz-moz o'tib beradigan joyimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, pritsep Namangan viloyati Yangiqo'rg'onda turibdi. Kelib bemalol ko'rib, minib, tekshirib ko'rib, olib ketishingiz mumkin. Video ostida nomerlarni qoldiramiz. Kimga shunaqa pritseplar Yevropadan, O'zbekistondan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ishingizni inshaalloh tez va qulay qilib bitkazib beramiz.